O'zbek tili bu nafaqat muloqot vositasi, balki fikrni to'g'ri va ta'sirli yetkazish san'atidir. Aynan shu yo'nalishda siz tilni chuqur o'rganib, matn bilan ishlaydigan kuchli mutaxassisga aylanasiz. Bu yo'nalishda siz o'qituvchi, muharrir yoki kopirayter sifatida ishlaysiz. Ya'ni siz dars berasiz, matnlarni tahrirlaysiz yoki reklama va kontent media materiallarini tayyorlaysiz. Siz maktablarda, o'quv markazlarida, nashriyotlarda hamda ommaviy axborot vositalari sohasida ishlash imkoniga ega bo'lasiz. Daromad o'rtacha 3-5 million so'm atrofida bo'ladi. Tajriba bilan 7-10 million so'mgacha oshadi. Kuchli mutaxassislar esa bundan ham yuqori daromad qiladi. Karyerangiz davomida siz o'qituvchilikdan boshlaysiz, keyinchalik jurnalistika, media yoki ilmiy yo'nalishda rivojlanasiz. O'qish davomida siz o'zbek tili, adabiyot, matn bilan ishlash, tahlil qilish va mustaqil fikrlash malakasini egallaysiz. Bu esa sizga ta'lim, tarjimonlik, media va ilmiy sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkoniyatini beradi. Eng muhimi, TAFUda siz 2-kursdan boshlab maktablar va turli ta'lim tashkilotlarida amaliyot o'taysiz. Bu degani siz real ish jarayonida qatnashib, tajriba orttirasiz. Natijada o'qishni bitirganingizda sizda nafaqat diplom, balki haqiqiy ish tajribasi bo'ladi. Agar siz yozishni, fikr bildirishni va til orqali ta'sir qilishni xohlasangiz, bu yo'nalish siz uchun to'g'ri tanlov. O'zbek tili filologiyasi va tillarni o'qitishni Toshkent amaliy fanlar universitetida o'rganing va kuchli mutaxassisga aylaning.